erim ko'rsin deydigan. Ajrashganlar. Eri ham ajrashib ketgandan keyin men zo'r yuribman qizlar bilan. Ikkalasi ham aka itda yig'laydi, birov bildirmaydi. Ko'p aktyorlarning ichida yurasiz. Hammasi hayotdagidek, o'sha internetdagi, Instagramdagidek baxtlimi? Ajrashib ketib chiroyli baxtini ko'rsatadi. Mana yaqinda Bobur Mansurov chiqardi shunaqa vayn. Ajrashganimdan beri ishlarim yaxshi bo'lyapti, dang'illama uchastkala olyapman dedi. Oxiri musorkada o'tirdi-yu. Bu bor narsada Hayotda olingan. ha, uchun ayol kishi ham erkak kishi ham erini borligida ayol kishi misol uchun erini qadriga yetsa, erkak kishi ayolning qadriga yetish kerak. 80% bu haqiqatda olib chiqadi, 20% yolg'onchilar ham bor. O'zini baxtli deb ko'rsatadi. U lekin er uchun qiladigan kontentda erim ko'rsin deydigan. Ajrashganlar. Shunaqa. Eri ham ajrashib ketgandan keyin men zo'r yuribman qizlar bilan. Ikkalasi ham aka itda yig'laydi, birov bildirmaydi.